Mana bu sizning Telegramingiz. Chap tarafdagi bo'lsa, tanishingiz yoki do'stingizning Telegrami. Tanishingiz yoki do'stingiz sizga biron nima SMS yozadi yoki qanaqadir rasm yoki faylni yubordi. Faylni yuborgandan keyin sizdan ham, o'zidan ham yozishmalarni hammasini o'chirib tashlayapti. Bu ham o'chdi deb o'ylaydi sizdan, lekin sizdan o'chmaydi. Sizda barcha ma'lumotlar qoladi. Hozir sizga shunaqa qilishni o'rgatib qo'yaman. Sizda hammasi o'xshashi uchun videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Bu narsani sizga aniq foydasi tegadi. Ko'pchiligiga kerak bo'ladi deb o'ylayman, chunki baribir kimdir sizga bir narsa tashlab o'chirib tashlaydigan holatlar bo'ladi, lekin sizda bu narsa 100% saqlanib qoladi. Bu narsani qanaqa qilib qilamiz deysizlar? Birinchi navbatda Instagram profilimiz shapkasiga o'tasizlar. Bu yerdan ilova Xusbot joyiga bosasizlar. Bu yerdan yuklashga bosamiz. Mana shu silkaga bosasizlar. Bu yerdan продолжить qilamiz va bizning maxsus botimizga kiradi. Boshlash joyiga bosasizlar va bot ochiladi. Bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Pastroqqa tushiradigan bo'lsangiz, sirli Telegram joyi bor. Xuddi shu joyga bosib, siz mana shu Telegramga hozirgi nomeringizni ochib olsangiz, sizda mana shu funksiya bemalol ishlaydi. Telegram botimizda Telegram qidiruv joyidan ilova Xusbot deb xuddi shunaqa yozib ham qidirsanglar bo'ladi. Faqat originalga kiringlar. Mana bu tegidagi barchasi fake. Originalga kirib yuklab olsanglar bo'ladi. Yoki kommentariyada Telegram so'zini yozib qoldiringlar. Men sizlarga botimizning silkasini direct orqali yuboraman.